Bu yerda lozimimizni bichganmiz. Lozimimizning uzunligi 90 cm edi. 5 cm choq haq qo'shdik, 95 bo'ldi. Qo'shdik mana bu yerga. Kengroq ishlam bo'lishi uchun tepasiga materialimiz yetmagandi. Kusoklaridan qo'shimcha yana tepasiga ham qo'shib oldim. Endi tikamiz bularni. Mana yengimizni chekkasini to'g'richoqda yurib, ziyni overlock qilib oldik. Endi lozimimizni ham tepasiga qo'shimcha chindekkina bosh yetmagandi, o'shani qo'shib overlock qilib oldik. Endi mana bu ziyni pastelni chokda qaytaramiz. Mana lozimimizni rezinka joyini pastelni chokda tekis qilib qaytarib oldik. Endi bunga o'q qo'yamiz. Lozimimizga oldi ham tayyorlab olganmiz. Bunday shaklda qo'yamiz. Tikish jarayonlarini ko'rsata olmayotganim sababi videoga olib turadigan yordamchim yo'q edi. Buning uchun hammangizdan uzr so'rayman. Mana bunday shaklda o'rnatib olamiz lozimimizni ziyiga. Mana lozimimizga tepasiga boshlarini, ovlarini qo'yib oldik. Endi buni ichini overlock qilib, taglarini qayirib, dazmol ursak, lozimimiz tayyor. Mana oldiga ketganimizga filizelinni yoqa qilib chiqariladigan joyiga yopishtirib olamiz. Bo'yini bo'yiga, enini eniga qilib. Mana ikkinchiga ketganimizga ham, oldiga ketganimizning ikkinchi bo'lagiga ham xuddi shu tarzda yopishtirib olamiz. Mana oldiga ketganimizga ichiga filizelin yopishtirib,